Barak Khan est un complexe religieux de Tashkent dont le portique de façade donne sur la place Khastimam. Il a été réalisé au cours du XVIe siècle à partir de bâtiments construits à différentes époques. Puis-je prendre des photos? Oui, oui. Can you take a picture of me? Yes, okay. Smile, please. Thank you. You're welcome. Bye. Do you speak English too? Yes, I do. Oh, good, good. Извините, а где находится мой Мубарак? Мой Мубарак? Вот, прямо. Спасибо большое. Не за что. Tu sais parler la russe? Oui, je sais. Yasha bola, barakalla. Endi mehmonlaringni qayerga olib borasan? Yurtimiz haqida taassurotlari qanday? Дедушка, я не понимаю узбекский. Извините. Boyadan beri kuzatib turibman. Fransuzcha gapirding, inglizcha gapirding. O'z ona tilingda gapira olmaysanmi? Seni qarayu. Shuncha tilni o'rganibdi-yu, ona tilimizni unutibdi-ya. Chet tilini o'rganyapman deb, o'z tilingni unutsang, ona tiling yo'q bo'ladi-ku. Ona tiling yo'q degani, millating yo'q degani. Ha, bolam-a. Eng avval ona tilimizni bilish, asrash kerak axir. Bizning yoshlar albatta boshqa tilni bilish uchun sa'y-harakat qilsinlar. Lekin avval o'z ona tilini ko'zlariga to'tiyo qilib, ehtirom ko'rsatsinlar. Zero o'z tiliga sadoqat bu vataniy ishdir. Ishoqxon Ibrat